Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yuz qizarishidan qanaqa qilib qutulganligim haqida batafsil aytib bermoqchiman. Xabari bor ko'p klientlarimni mani taniydiganlar yaxshi biladi. 3 yil, 4 yil oldin yillab yuz qizarishiga dermatologlarga, kosmetologlarga hamma joyga davolanganman. Xo'sh, o'zim kosmetolog bo'lsam ham ko'p har xil maskalarni suraverganimdanmi, boshida endi yangi bo'lganimda tajriba bo'lmaganidanmi, bilmadim, yuzim yomon qizarib, dermatit, rozatsitar dermatit darajasiga kelib qolgan edi. Ya'ni bitta tarafim, mana shu chap tarafim doimiy ravishda qizarib turgan va ayniqsa asabiylashsam, yokida qattiq kulsam, yokida baqirsam, bu battar avj olardi. Xuddi bir tangaday joyim qizarib yurardi. Yoki ozgina asabiylashsam hamma joy qizarib qolardi terimni va men ishoning qilmagan ishim qolmadi. Gormonlar, albatta gormonal preparatlarsiz buni boshida davolab bo'lmaydi, me'yori bilan surganman. Gormonlar, turli xil mayzlar, kremlar, hech narsa qolmagan. Kim nima desa sinab ko'raverganman. Toshkentga ham dermatologlarga borganman. Hech qanaqa foydasini sezmaganimdan keyin bitta narsa qildim. Ortiqcha уже hech qanaqasiga davolanib bo'lmasligi, buni dardi qanaqadir bedavo deb tasavvur qilganman va tashlab qo'yganman. Va keyinchalik mani opam badlar bo'yicha mutaxassislikni o'qib oldi. Nutritsiologiyani o'qiganidan keyin menga tavsiya qilishni boshladi. Senga D3 kerak, kaytga aralashmasi kerak. Keyin terini immunitetini ko'tarish kerak. Agar organizmni umumiy immuniteti oshsa, keyin terini ham immuniteti avtomatik tarzda oshadi. Shu uchun sen qilishing kerak bo'lgan ish, sink ichishing kerak, D3 ichishing kerak, kaytga aralashganini, omega 3 ichishing kerak deb menga har xil badlar berishni boshladi. Va shu orada doktor KPU yangi mahsulot chiqardi, ya'ni egzosoma kremlarini, naborlarini chiqardi. Albatta o'ylashingiz mumkin, voy reklama qilyapti. Конечно, reklama ham deb tushunishingiz mumkin, chunki o'zim sotaman-ku, baribir sizga o'zimni oqlolmayman bu masalada va eng muhimi men davo topganman. Shu uchun bemalol qo'rqmasdan bu mavzuda video qilishga qaror qildim. Doktor KPU egzosoma krem, egzosoma tonerlar ishlab chiqarishni boshladi va men buni patsientlarimga avvaliga tavsiya qildim, chunki master klassga borganimizda shunaqa egzosomalar qizarishlarga ishlaydi dedim. Patsientlarim tabiiyki olmadi, chunki yangi mahsulot, uni albatta birinchi o'zim sinab ko'rishim kerakligini tushundim va egzosoma naborini ishlatishni boshladim. Avvaliga hech qanaqa natija bo'lmaganday tuyuldi. Где-то bir oylardan keyin уже qattiq kulganimda yoki baqirganimda yuzim qizarmayotganini, anaqa qizarish bilan birga jizillardi hamda yuzim achishardi. Unaqa bo'lmayotganini sezib qoldim. Keyin tasodif bo'lsa kerak, havo ham salqin edi, hali issiq emas-ku, yana bahorda qo'zib qoladi, unaqa deb yuraverganman. Keyin yo'q, sekin-sekin bu menda o'sha 1 yil ishlatganimdan keyin to'liq yo'q bo'lib ketdi yuz qizarishim. Ya'ni qisqa qilib aytganda, egzosoma naborlarini ishlatganimdan keyin yuzim juda ham chiroyli bo'lib qoldi. Qizarishi deyarli yo'qoldi. Va agar kimda-kim yuz qizarishidan qiynalib yurgan bo'lsa, albatta doktor KPUni egzosomalik naborlaridan ishlatishingizni maslahat beraman. Bu realno ishlaydi. O'zim shaxsan davo topganim uchun ham bu videoni olishga qaror qildim. Bilaman qanchadan qancha ayollar yuz qizarishi muammosi bilan qiynalib kelishmoqda. Umid qilamanki video foydali bo'ldi. Hammangizni yaxshi ko'raman. Sog' salomat bo'ling.